YouTube'da ham tekshirib chiqdim, hech qayerda yo'q. Moskvadan Toshkentgacha 3400 kilometr ekan, bormoqchiman. Hammaga assalomu alaykum. Toshkent, Moskva, Xormeyli musofirda yurgan aka-ukalarimizni. Men ismim Abdujalil. Men bugundan boshlab yangi proyekt qilyapman. Mana shu velosipedni men bugun hozir sotib oldim. Xullas menga bu velik где-то 400-500 dollar atrofida aylandi. Bu velosipedda men hozir Moskvadan Toshkentgacha 3400 kilometr ekan, bormoqchiman. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz bizani xudo xolasa qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bunaqa proyekt hali hech kim qilmagan. Qilganlarning orasida ko'rdim, yurganlar, yo'qsa mashinada borganlar, lekin velosipedda borganlarda umuman yo'q ekan. Даже YouTube'da ham tekshirib chiqdim, hech qayerda yo'q. Bu birinchisi bo'ladi. Xudo xolasa biz buni natijasini ko'rsatamiz. Mana shunda borishib, qanaqa qiyin bo'ladi, qanaqa qiyinchiliklarni ko'raman, hammasini video blog qilib olib boraman. Ikkiga eng qizuvlaridan bittasi bularni men o'zim sartaroshman, yo'lga sochib olib boraman. Ikkiga pul ishlab ketaman. Meni yonimda bor yo'g'i 400-500 dollar pulim bor. Mana shu pul bilan xudo xolasa yetib olishga nasib qiladi degan umiddaman. Inshaalloh hamma qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman.